أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأيمان والنذور. Bu kasam kılış, yani kasamlarının ve nazirlerinki babıdır. Yani kasamlarınki hükmü. Qandaq narsadan kasam kılıldı, kasam kılsak kim ne bilen kılış gerek, qandaq kılış gerek ve ondan başka nazir. Yani nazara nazirun deydi, yani nuzur. Yani nazir kılış. Benim müşnüge alakadar olgan hüküm. Bu doğruluk Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünki hadislerden neme deydi o? Men müşnüge alakadar olgan hadislerini sözüldüğün neme bu? Kitap deydi. Yani kitap demdi. Şimdi el-eyman. El-eyman diyen aslında kollar diyen gep. Yeminun'unki cemisi. Yeminun eymanun deydi, yani yeminun yasarun diyen gep. Yeminun diyen on kol diyen gep. Yasarun diyen sol kol diyen gep buludu. Yani on taraf sol taraf. Anda o andaki bu yerde bu aza bunu azamış kolunki yüzünü yemin eyman deydi o gep. Anda bu nemi için bu kasemniki yüzünü bu yemin deydi o, yani eyman kollar yani deydi o dese. Çünkü Araplar şu vaktiki yüzüden birbirisinden müşna bir nesli değişip o nesli kuşlandırış için müşna kasem kılışka vakti yüzüden kollarını birbirisi silişidiken. Birbirisi tutuşup emsen şundaq mı dep müşna tutuşka vakti yüzüden kollarını, yani on kolunu sılaşkanlık müşü sebepten andaki bu kılınığa kasemdeki yüzünü nemi dep ataptiken Araplar yemin dep ataptiken. Yemin dep ataydiken. Hem de yemin asli bununki bereket hem kuşlandırış asli yumdin işte kakınlığın. Yum diyen gep, yani bereket o nesi kuşlandığın diyen gep oludu. Yani manasını ki bereketi bakken yumnun diyen yani yumnu diyen bereket diyen gep oludu. Yumnun yani yemin yumnun. Bereket diyen gepniki üzü şu nesniki üzüde nacih oğandaki o nesne kuşlandırırdı. Yani akım onunki nadi ziyade cik oğandaki. Yani bu itibarından asıl kuşluk oğandaki diyen mani oğandaki bunu kol. Yani bir nesne tutuş, bir nesne kılışık vakti üzüde on kol, sol qarğa vakti üzüde ve kuşluk. Yani bu itibarından bunu yemin, yani kuşluk nesne, yani on kol deyimiz bizim Uygurçada. Müşahede attığın gibi. Yani bununki kasemni bu yemin dep atışımız, yani hazırki dersimizde digendek, yani şu itibarı bilen bunu yemin eyman dep bundan ne bakılan gep bunu atalığın gibi. Şimdi bu yeminniki yüzü kasem diyen gep buldum. Şimdi bu kasem bu neymiş kasem, bu doğruluk bunu mu toxtalmayız dese. Çünkü kasem kılışdaki yüzüde bir adam bir işni qılmaqçı olsa yoki o işe undaq emas demekçi olsa o çağın yüzüde bu işniki yüzünü kuşlandırış üçün. Mana o narsani teximi kuşlandırıp texima yalaqı çoğun köz üçün unudumu bir kadar yoğan katta uluq alayda nasi dep analikin bu adam şu nasini kuşlandırdı. O nima oldu? O kasem buludu. Aslında Arapça tilde onu kasamın dep o kasamniki asli manası Arapça, bununki yeni bir manası hilp deydi. Hilp, halepe yahlip ve hilp, yani kasam kıldı diyen manide oldu. Ondan o andakin bu kasam kılışki asası maksat şu. Ondan o maksat şu. Mesela işte o andakin bir adam bir işkan qılmaqçı olsa onu kuşlandırıp cazben kılışını meni ifadeleş üçün gep kıldıgan, geptin şavatqa adamga meni onu kuşlandırılgan çoğun katta bir nesni alıdı. Mesela insanlar her yüzge katta bir dep bilgen nesniki yüzünü uluq dep, katta dep bilgen nesniki yüzünü tılıq elip, andakin o nesni o adam şu diş arka o nesni cazmen kıldıganlıqqa, yoki
o narsa qilmaydiganlikqa yoki undaq narsaniki undaq o'tgan zaman bo'lmas emas ekanlikka yoki shundoq ekanlikka meni bildirish uchun ashuni deydigan gap. Mesela Müslümanlardan başka milletlerimi açtaq qiladi. O'zi oldigan katta deb biladigan eng ulug' muqaddas deb biladigan ashta narsa shu narsa deyish orqali bu narsa kuchlantirdi. Endi qasam qilishga asos maqsad shu. Endi musulmonlar mana bu musulmon mu'minga nisbatan eng muqaddas, eng ulug' bo'lgan zot kim? Allah. Allah bo'lgan ekan, shunga har qanday bir ishni mana uni kuchlantirish, uni jazman qilaman buni qat'iy qilmasam bo'lmaydi deganligini yoki o'tganki ishlarniki o'zidan yoki undoq emas yoki shundoq deganligini kuchlantirish uchun mana u odamga eng muqaddas bo'lgan zot kim? Allah. Men Allah'nınki ismini deyish orqali u odam shu ishni nima qilgan gap, kuchlantirgan gap. Kuchlantirib shu Allah'nınki ismini tilga elib, mana anadikin Allah bilan qasamki, men mundaq qilman, andaq qilman deb yoki Allah'nınki men sifatlari var. Men Allah'nınki isim va sifatlari, men shu sifatlarni men deyish orqali u odamniki o'zi nima qilgan gap, u yerda qasam qilgan gap. O narsani deyish orqali qasam qilgan gap. Buning e'tibori bilan mana qasam qiluvchi, qasam qildigan labzi nimaga qasam qilmoqchi bo'lgan narsa bo'lgan bo'lsa, mahlufun alay deydi. Qasam qildigan narsa. Mesela qasam qiluvchi kim? Ya'ni Adam. Qasam qildigan labzi. Ya'ni shu qasam qildigan vaqtimizda ishlatilgan talaffuz var. O talaffuz, ya'ni kelime, söz. O nima? Bunu bilish kerak. Undan o adam nimaga qasam qilmoqchi? Ya'ni qaysi ishqa? Nemiga? Mesela kelgusida ish olgan bo'lsa, buni nemiga qilaman, nemi qilmayman deb uni qilmoqchi. Meni buni nima qilish kerak, uni men bilish kerak. Ondan keyin bu yilqi qasam qildigan labzi, ya'ni so'z eng muhim. Meni shu bizningki mu'min musulmonlarningki e'tiqodida eng muqaddas zotningki o'zi Alloh taolo bo'lgandan keyin faqat mu'minlar shu Allohning sifatlari va ismlari bilan men qasam qilamiz. Mana bu qasam qilsak o'chal o'zida men Alloh eng katta ulug' zot bo'lgandan keyin bu e'tibor bilan o ishni meni kuchlantirishdan iborat bo'lgan bu maqsad bu yerda nima qiladi, u yerda chiqadigan gap. Bo'lmasa shu bo'lmaydi. Shuning uchun qasam qilgan vaqtning o'zida men Allohning ismlari va sifatlaridan boshqa narsani deyish orqali qasam qilsa o'chal o'zi to'g'ri bo'lmaydi. Endi buni bilib turib bu odamniki o'zi mana uni shundoq xato hem günahkar bo'lgan o'qib turib ayishni bo'lmaydi deb o'chan o'zida boshqa bir narsani deyish orqali yoki boshqa bir narsa qilish orqali o'chan o'zida rasmiy qasam qilgan bo'lsa, ya'ni qasam ichgan bo'lsa, o'chan o'zida u og'ir günahkar bo'ldi. Agar buni halol sanagan bo'lsa, o'chada dindan chiqadigan gap. Bu bir odatga narsa emas. Endi qasamniki şekli endi bizniki İslam dinimizde fakat telaffuzda ağızda deyish orqali Allah'nınki sifatları yoki ismini deyish orqali deymiz. Bunu da bir narsa tutun yoki bir narsa bunda qo'lingizni qo'ying deydigan unda bir narsa yo'q. Mesela Qur'onni qo'lingizni qo'ying yoki undaq qiling deydigan unda bir narsa yo'q. Ammo Qur'oni Karim muqaddas bo'lgandan keyin qasam qilish bilan birlikda anadaki bu odamniki o'zi qanday qiladi? Qasam qilish bilan birlikda texim kuchlantirish uchun Qur'oni Karim eng muqaddas deb bilgan bo'lgandan keyin mana bu e'tibor bilan uni texim anida kuchlantiraman deb bu ishni undaqcho qiladi. Ammo Qur'on bilan qasam qilish mana bunda ixtilof bor, bu qalam bilan bo'lmaydi. Ammo g'ayri musulmon bo'lganlar o'ziga eng muqaddas deb bilgan, masalan, kofirlarniki o'ziga muqaddas deb biladigan ashdan narsalar ko'p bor. Undan narsa bo'lgandan keyin Ondan narsa olgandan keyin mana bu narsa bilan ya o'ziniki ashundaq binasi keraklarni ya Injil, Tavrat yoki olmaydi boshqa butniki ismlari va kazani deb qiladi. Bu qo'lni qo'yib yoki narsa qilib, bu mu'min bilan musulmon bilan g'ayrimusulmon kofirlarning o'rtasida farqi bu. Endi qasam 3 xil bo'ladi. Birisi bu qasam birisi gunohkor bo'ladigan, eng og'ir gunoh bo'lgan qasam. U qavsi o'tgangi zamondagi ishlarga. Yani bu bo'lgan zamondagi ishlarniki o'ziga bir odam qasam qilib, masalan, bo'lgan ishni bo'lmadi, bo'lmagan ishni bo'lmadi deb, qarni deb shunday qasam qilgan bo'lsa, o'chada o'zida
o'tganki ishlarniki, bu bo'lgan ishlarniki o'zini bu odam ashula to'g'ri demay xato ishlar qasam qilgan bo'lsa, buni gunohni, ya'ni yamin g'amus deydi, eng og'ir gunoh. Ya'ni o odam shuni deyish orqali mana butun nimaga gunohga tushib ketdi degan ma'noni bildirish orqali bu nima deymiz, uni yamin g'amus deb atiladi. Yana bir qasam bor. O qasam qavun kelajakdagi narsaga u odamniki o'zi uni chigiladigan. Ya'ni kelajakdagi bunidagi kelgan ishqa bir odam ani qilaman, yomon qilmayman deb ashunda qasam qilgan bo'lsa, bu qasam rasmiy chigiladi. Rasmiy chigilgandan keyin bu qasamniki o'ziga mana u odam vafo qilish, u odamning gadinigi nima u vojib. U vafo qilmasa, o'chan o'zida bu odamniki o'zi nima bo'ladi, o'chan o'zida gunohkor bo'ladi. Shuningga birlikda bu odam kafforat bo'ladi. Kafforat qanday? Masalan, o odamniki o'zi 10 miskinga yemek içmek yoki kiyim-kechak beradigan gap yoki qul ozod qilgan gap. Agar bunuga kuch yetmasa, o'chaniki o'zida masalan 10 miskinga taom berdi degan gapniki o'zi masalan 10 miskinga o'ttir hisob bilan 1,5 kilo atrofida har bir odamga mushta yemek beradigan gap. Yoki olmaydi 10 miskin odamga kiyim-kechak beradigan gap. Yoki olmaydi o odamniki o'zi bu qul bo'lib qolgan bo'lsa, bir dona qul ozod qilish kerak. Buni kuch yetmasa, anadikin 3 kun roza tutadi. Shuningda bu kafforat bu yerda chiqqancha bo'ladi. Endi vafo qilishniki o'zi yaxshi ish bo'lgan bo'lsa vafo qiladi, ammo gunoh, xato bunda bir ishniki o'ziga qasam qilgan bo'lsa, qasam qilishniki o'zi cho'ng bir xato bo'ladi. O'chan o'zida bu odam uni vafo qilish emas, uni darhol buzib, undan keyin darhol mana kafforat berib etish kerak. Endi yana bir qasam bor, o qasamniki o'zi masalan lag'va qasam deymiz. Ya'ni shu odamning og'zidan shundoq odatlanib qolgan ashta bir ism bor. La vallahi Allah masalan Allah bilan qasamki, ya bizniki Uyg'ur urf-odatida bundan bir odat ancha yo'q, qasam qilish orqali nima qiladigan. Endi arablarning odatida bir ish gapni bilsa, vallahi yandaq mundaq, vallahi mundaq deydigan. Ham bo'ludimi, men yerda yashayotgan yerdimi, men ashta deydigan bir odat varki, kichik vallaning o'tirsida gaplashib, men iymon men yiliqi nima aytiyorum, ya'ni qasam qilamanki, yoki andaq mundaq deydigan. Bu lag'v qasam. Bu lag'v bekorcha, uniki hech qanday bir ahamiyati yo'q. Oğan nima o? Qasam. Endi nuzur deydi. Endi nuzur degan inshaalloh ma'noda yeni bir ayrim bir bab onu to'xtalamiz. Birinchi fasl. İbn Ömer radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. Dedi ulu İbn Ömer, bilmasinki jiqrog'iga berdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qasam qildi. Qasam qilgan narsaniki jiqrog'i mana nimitese lava ve mukallebel kulub te deydi. Yani la degan gapning o'zi, yani ush undiq emas. Va qalblarning yo'tkagichi bo'lgan zotninki o'zi bilan qasam deb men mushtaqcho deydi. Yani payg'ambar men ko'p vaqt o'zida qasam qilgan vaqt o'zida shu yuqorqi ishniki undaq emas ekanligini isbotlagan bo'lsa, demakchi bo'lgan bo'lsa, la deb aytib, uningdan Allohniki sifatlari bo'lgan bir sifat nima o? Muqallibal qulub. Men mushid deyish orqali nima qildi? Qasamchoq qildi. Ya'ni demak, qasamniki o'zi Allohniki o'zidagi lafzi jaloladan iborat bo'lgan, men Allohniki lafzi emas, uniki sifatlarini deyish orqali qasam qisma, u nima bo'ladi ekan? Durustchoq bo'ladi ekan deydi. Men bu esa İmam Buxoriy rivoyat qildi. Yine İbn Ömer radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi, shuna debki jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Jazman Alloh taolo to'sudi, Allah shuningdan to'sidiki, sizning to'sidi shuningdiki qasam qilgaysizlar, sizniki ota-ona bilan. Sizniki ota, jadda, dadon bilan, buvang bilan qasam qilishdan Alloh nima qildi, sizni to'sidi. Men yani Araplarning shuna odati varken, aviyati deganimizda u odamga nisbatan eng ulug' kishi kim o? Yani şu cahil, yani en mukaddes Allah. Yani o adam onu bilmegandiki uçan atsı ulug' bo'ladi, apsi ulug' bo'ladi. Cemaat ulug' bo'ladi. Men cemaatiminki
cemiyetim bilen, ata-anamniki g'ururi bilen yoki andaq narsa bilen men nemisi bilen ya a narsa bilen qasam qilman deydigan ish bor. Mana bunda qasam qilishniki o'zidan Alloh taolo nima qilgan, uni to'sgan. Bunda qasam qilish hargiz nima emas, u durust emas. Unda qasamchilik qilmanglar, ata-onangni men deyish orqali. Ya'ni Allohniki g'ayri bo'lgan har qanday bir ismni deyish orqali bunda nima qilmanglar, qasam qilmanglar deb meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu to'sgan. Bir odamiki bo'lsa, u odam mana qasam qiluvchi bo'lgan bo'lsa, o'choniki o'zidan past qasam qilsin, Alloh bilan qasam qilsin. Agar qasam qilmayman ishni, men qasam qilish hozir men ehtiyojim tushib qoldi, qilmasam tushib bo'lmaydi deydigan ish bo'lgan bo'lsa, u odamning o'zi Alloh bilan qasam qilsin yoki bo'lmaydi, shukcho tursin. Qasam qilsa Alloh degan talaffuz yoki Allohningki sifatlari va ismlari deyish orqali men bu qasam qilsin. Agar uni qilmay tatib qolsa, qasam qilma deb boshqa gapni uqmagan narsani deyish orqali o'zining iymoni, e'tiqodiga zarar qildigan, bunda bir narsa uchun qilmasin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mushtaqchu to'sgan. Unda bo'lgandan keyin qasamniki o'zi nima emas, meni qasam qildim deb keskenmez narsa bilan yoki u but yoki bu but yoki uni bilan buni bilan yoki undaq bundaq narsa bilan qasam qilish qat'iy nima emas, durustchu emas. Mana ota-onamniki g'ururi bilan yoki ota-onamniki vijdoni bilan yoki ota-onamniki falon narsa bilan mana deydigan bunda bir qasam her gücü bo'lmaydi. Mayli millat olsun, mayli qavmiyat olsun yoki davlat yoki bir narsa olsun, buni deyish orqali qasam qilish qat'iy nima emas, u bir mu'min, musulmonga durustchu emas. Yine Abdurrahman ibn Samura radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qildi, dedi Abdullah dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qasam qilmangsizlar tağutlar bilan va sizlarniki otanglar bilan. Ya'ni tağut, yani butlar bilan. Mana shu vaqtning o'zida Arab yarim orolidagi butlarniki ismi Lat va Uzza va uning boshqa har xil ismlar bilan nom qo'ygan nimalavati butlavati. Mana hozirgi kunimizda men mushta butparastlarniki shu jamiyatida shu e'tiqod qilayotgan u butlarniki soniki jiqligidan mana uniki har birniki ashudaq har xil nimalar va ismlar bor. Ya'ni demak har qanday bir but, sanam va mushundaq narsani muqaddas deb bilgan narsa bo'lgan bo'lsa, mana buni deyish orqali qasam qilish shu qat'iy bo'lmaydi. Men mu'min, musulmon degan bo'lsa, va sening ota-onaning bilan, ya'ni bovang, jaddi jamoating bilan undaq shu qasamchilik qilmanglar deb nima qilgan? To'sgan payg'ambar sallam deydi. Endi tavog'i degan tug'yan deydi. Fa'ala yaf'alu babını şeydi yatgan çekidin eşip ketdi, hadidin eşip ketdi degan gap. Hadidin eşip ketdi degan gap. Tağin degan isim paylan, tuğyan degan gap masal. Tağin isim payl matg'iyun ism maf'ul. Endi tağin degan çekidin eşip ketkichi. Buniki muannas nima tağiyatun. Uniki tağiyat va tavag'in. Tavag'in degan hadidin eşip ketgan, chekidin eşip ketgan narsa degan çok gap bo'ladi. Endi bu butlarniki o'zi, bu jonsiz bo'lgan narsaning o'zida qanday qilib chekida eşip ketgan narsa bo'ladi desa, chunki butniki o'zi mana chekidin eşip ketgan narsaniki o'ziga vasila bo'lishga sabab bo'ladi. Endi mana shu butga ta'zim qilgan, qarab turib o'zi yasab qo'lida. O bizim Xudoyimiz bizni hamma qanday ishni qilib berdi deb ya o'g'limisa ya ko'misa, hech qanday bilmasa, müdürmisa ashni opirib va meni yaratgan bütün koinotni hamma yaratgan hamma ishni qilib berdi deb ashtaqan ekan. Men ashniki sababidan ma insonlar nima bo'lganda siz band bo'lgandan keyin sizning chekingiz sizni yaratgan Allohga nima qiling, ibodat qiling. Sizning chekingiz mushu buni da eshib ketmang degan gap. Endi bunuga butning o'zini bo'ldi o'chan o'zidan sabab bo'ldi. Shu e'tibor bilan bu yiliq butlarniki o'zini men nima deb ataldi, uni tağut, ya'ni tag'i debchi nima qildi, ataldi. Yine Ebu Hureyre radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Bu kishi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam:
Bir adamiki qasam qilib salsa, qasam qilib desa, o adam o'zini qasmida. Nima debdi? Billati val uzza debdi. Pes desin o adam la ilahe illallah devasson. Dedi deydi. Hem de uçağınki özü de Araplarınki şu İslam dini barlık girişindeki aldılar. Lat Uzza dep en mukaddes butlarının içinde 300 netçe but var yani. Şu Kabe'ninki içinde ve onun başka her bir Kabe'ninki ayrım işte butlar var. Şununki içindeki en mukaddes çoğun butimiz Lat ve Uzza deydiği bir kanç but var. Hem de bir adam şu işini kılıyıver geldiyken, İslam dini kelgendiyken, onun hata ikkenligini o adamga, mana o adam bilgen oldu. Hem de şu kichik chog'da tortib bir qancha yosh kirgicha bushni deb odatlanib qolgan bo'lsa, o'chaning o'zidan uqa uqmasin og'zini chikitib qoladi. Chikitib qolgan vaqt o'zida, ashta qasam qilgan vaqt o'zida shu ko'nib qirib, "Voy billati val uzza, lat va uzza bilan qasamki" deydigan bir ishlar cho'p bo'lib qoladi. Mana mushunda bo'lib qolgan vaqt o'zida derhal bu hata olgandan keyin o'chaningizda nima bo'lsin, o'chaningizda la ilaha illalloh deyapsiz. Men la ilaha illalloh degan gapniki o'zi, mana bu xato gapniki o'zi nima qiladi, o'chaningizda yo'q qiladi. Yo'q qilib o'chaningizdan innal hasanat yuzibni sayyiat degan mush oyatniki meni ro'yiga asosan, mana la ilaha illalloh degan hasanat, mana Allah uzza degan gapniki o'zi nima? Meni xato. Bunu ketkizyapti. Meni ketkizyapti. Anda o'g'an ekan, yani Lat va Uzza deb ash o'qimasdan tilida ashta chikitib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida darhol la ilaha illalloh devasson dedi. Devasson degandiki bu adam bu yerda dinni chikatdi deganlikchi emas. Endi bu adam rasmiy o'qib, bilib turib, tushunib turib, mana ashuna desa zot dinni chikatadi. Ammo buni sahvan yoki o'qmay yoki bilmasdan ashuna bir ishni qilgan bo'lsa, o'chan o'zida dindan chikadigan murtatib kelgan ish yo'q. Endi bunida endi mushundaq uqa o'qimas tilga odatlanib boshqa o'qib qolgan bo'lsa, yo o'qimas boshqa qolgan bo'lsa, darhol uni o'qigandan keyin la ilaha illalloh devasson. Bu xatolik o'zi uning uchun yo'qotdi. Yo'q olmaydi. La ilaha illalloh desin degandan keyin o'zi. Agar u odam ashta o'qib turib, ashta ya'ni chikitib ashta bir bo'lib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida dindan chikatgan bo'lib, darhol iymon nima qilsin u odam yengilsin degangacha unig'imi bildirdi. Yani bir mezmunga alsak. Endi deydimdi. La ilahe illalloh desin degandan keyin adam dindan chikatdi uzzat lat bilan degan gap. Anda o'g'andan keyin la ilahe illalloh degandan keyin yangi bu la ilahe illalloh degan dinga kirgizgan bir nima aşk kuch. Anda o'g'andan keyin bu aşk kuchni deyish orqali qaytadi dinga nima qilsin bu odamniki o'zi, men kirson, ya'ni kirdi degan bu ma'noga nima qildi bildirdi. Yani demek bizim ağzımızda mana burundan tortib unda o'qimagan bir ishlar olgan bo'lsa, boshqa bir narsa qasam qilgan yoki muqaddas deb bilgan boshqa bir narsani ashta qasam qilib o'rganib kirib, men tilimizni ashta o'qigan bo'lsa, men darhol shu chon o'zida asliga olgan bo'lsak, men o'qigan bo'lsak, darhol oqida la ilaha illalloh deb aytish kerak. Endi bir odam desa o'ziniki hamrohsiga, o'zining og'inisiga debdi, o'zi bilib yuradigan odamiga debdiki, Ta'ala uqamirk. Endi Ta'ala ya Ta'ala. Tapa'ala ya Tapa'alu babıdan çok çıkan nima bu? Menem naqis. Ta'ala ya Ta'ala ta'aluyan muta'alin, muta'alen. Buniki Amerikandaki Ta'ala keladi. Ta'ala degan gap, yani Ta'ala degan kel degan gap. Yani bir adam o'ziniki yaqin do'sti shular debdiki, kel, qimir o'ynaysan ular. debdi. Qimir o'ynayli debdi. Degan bo'lsa, u odam deydi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam darhol sadaqa bersin bu odam. Dedi, deydi. Endi qimar degani nima? Islom dinimizda harom. Qimarga oid bo'lgan har qanday narsa bizniki rayonlarimizda, masalan, o'shoq, undan boshqa mana kart, ya'ni kart deymiz-ku, ashundaq bir narsa deydi. Mana kon zamonlardagi o'shoq va o'shoqniki boshqa hozirgi yangi zamonda har xil shakl o'zgarib ketdi. Hatto internet va undan boshqa har xil yerda adam aql kashmagan bir shaklda mushunda qimar o'ynashdan iborat bo'lgan, mana bu narsani qilib ketdi, o'chib ketdi. Yani umumlashib ketdi, yani o'zgarib ketdi burun qarag'a vaqt o'zida. Endi shunga bir adam
Nima debdi bir mu'min, musulmon bo'lgan odam va biz o'ylab qo'ymaymizmi? Kimlar deb qo'ysa, desa, u odam darhol sadqa bir rasul deydi. Ya'ni sadqa bir rasul degani bu yerda maf'ul mahsub. Ya'ni demoqchi bo'lgan ulamolarimizning bu yerda degani sadqa bir rasul degani, ya'ni u odam shu og'inisiga tunishgan, qamar o'ynayotli, keyin bizim bir qatam bir badam bizim ya kuyvatlı yoki tashvatli, ya o'ynayotli debtikam deb mujundoq deb chaqchaq qilib yoki jiddiy mushlar degan bo'lsa, shu o'ynamoqchi bo'lgan shu pul qanchalik u odamning. Shu o'ynayotli kimlar yerda o'ynaydi deydi degandiki, yanchiqli pulniki nima ekanligi, qancha pul bor ekan o'qidi. Uqqan bo'lsa, men shu odam shu pulning hammani shu sarf berwasin. Buning kapparati meni bu deydi. Unda o'nikin bir odam o'ziniki hamrohasiga mushunda xato ishniki o'zini mana kimlar biz qildi deb qo'ysa, buni sadiq berwasin kapparati shu degan yerniki o'zida, agar u odam o'ynab qolsa qanday gunoh bo'ladi? Qanday qilish kerak? Mushundaqcho bu endi. Endi og'iz deb qo'ygan mushtaq qismda aytmoqchi. Bu hadis sahih hadis. İmam Buxoriy va Imom Muslim ikkisi rivoyat qilgan, mana sahih bo'lgan hadis shu bu. Peygamberimiz og'iz chiqqani bu nima bil ittifoq, hech qanday bir nima yo'q, bunda shak yo'q. Unda o'g'an ekan bir odam mushu xato ishni berilib qildi deb qo'ysa, buning jazosi mana bu dunyoda sadiq pamini shu berib etish bo'ldi. Endi qiymadan boshqa bir narsa qolsa uchun. Masalan, ariqchivatli bizim yoki dattikam deb o'ynayotli yoki andaqvatli meni mandaqvatli bizim do'q o'ynab keldi, andaqvatli deb İslam dinimizni to'sib harom qilgan, keskin harom qilgan narsaga o'zidan men ashunda dishgan bo'lsa, bu odamga o'xshash gunoh bo'ladi. Endi buni kapparat qanday qilish kerak? Agar shu narsa moddiy, moliy narsa bo'lgan bo'lsa, uniki miqdori ko'nida qancha tutgan bo'lsa, hamma berib ketish kerak. Onidagi bu odamning tövbesi tövbecho bo'lgan bo'ladi. Bo'lmasa oxir bunda chaqchaq deb qo'ydin, deb qo'yib bundaqcha o'cho bo'lmaydi. Sabit Zahhak radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Dedi o sabit. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adamki kasam kısa o adam. Bir milletki İslam'daki gayri olan bir milletke. Nima qipto? Dinga kasam qipto. Yolg'on bo'lgan holatda. Endi bu yerda millat degan nima u din degan gap. Millat degan gap bo'ladi. İslamdan boshqa bir dinga qasam qipto. Yolg'on bo'lgan holatda nima qipto? Qasam qipto. Pes u adam nima so'rashki dedi u adam. Yani degandaki yolg'onchi bo'ladi. Deydi. Endi bu yerda yani bir adam mesela İslam diniki gayri olan bir dinga qasab qipti ekan, nima debdi? Agar men ma ishni qilib qolsam, men Yahudi bo'lib ketay yoki kofir bo'lib ketay yoki bo'lmaydi Nasara bo'lib ketay, Xristian bo'lib ketay, ya Juhud bo'lib ketay desa, uçaniki o'zida bu odamniki o'zi meni gayri din. İslam dinimizdan boshqa bo'lgan bir din ya Yahudi, Xristian, meni butparast va undan boshqa ateist va undan boshqa har xil iqimdiki dinninki o'rnini egallaydigan din deb atalayotgan har xil tushunch. Mana bu islom dinimizdan boshqa men mushuni asos qilib ash odamniki o'zi men shunda bo'lib ketay yoki duruzli bo'lib ketay yoki shiya bo'lib ketay, shiya degan yoki bo'lmaydi ismoiliya yoki ahmadiya yoki deb mushunda bo'lib ketay degan bo'lsa, o'chanlik o'zida yolg'onchi bo'lgan holatda. Ya'ni yolg'ondan Ağaçlar diyen bolsa, uçağımızda bu adam şu diyen narsa o'xshash ne bo'ladi ekan. Men o adamniki o'zi uçağımızda ne bo'ladi? Yolg'onchi bo'ladi. Yolg'onchi bu adam bunu da dindan chiqib ketmaydi, chiqib ketmaydi. Buni chiqib ketmaydi. Chunki bu adam amen agar maishni qilsam, men Yahudi bo'lib ketay yoki o'g'ir bo'lib ketay Yahudi yoki Nasara bo'lib ketay deganning o'zida bu adam yolg'onchilikni asos qildi. Yolg'onchilikni asos qilgan bo'lgandan keyin bu yolg'on bilan bu adam yolg'onchi bo'ldi. Men yolg'onchi bo'lgan bo'ldi. Ammo buni bilib yolg'on emas, men rasmiy shunday dedim desa, o'sha shunday qilib din deyishgan edi. Bu shu to'g'ri emas. Buni yo'q, odamniki balasiga nazar qilish yo'q, onda bir nimasiki ega olamaydi o adam. Yani o adamniki qo'lida hech qanday bir ega oladigan men mulki yo'q bir narsani olib kirib,
uçan üzde men nazir qilman desa bo'lmaydi. Ya'ni u odamning qo'lida hech qanday bir qo'y yoki pul binasi yo'q. Buni olib boribla odamniki qo'lidagi malni yoki pulni olib borib, men buni nazir qilyaptim Alloh uchun desa, bu bo'lmaydi. Nazir qilish uchun qanday qilish kerak? Meni nazir qilish uchun u odamniki o'ziniki mulki, shaxsiy mulk bo'lishi kerak. Aniki bu odam nazir qildi. Nazirga nima? Men tövende deymiz. Nazirninki asl lug'at ma'nosi bu ogohlantirish. Bu qo'rqitish degan gap. Endi bu shar'iydagi nazir, hozir men nazir, anzara yuziri deb. Bu yer nazir degan gap İslam dinimizda mubah bo'lgan bir ishniki o'zini bu odam men qilaman deb o'zligi gadiniga og'anligniki o'zini bu nima deymiz, uni nazir deymiz. Nazir deymiz. Ammo o qilish majbur bo'lgan. Masalan, nima ekan, farz ekan, vojib ekan. Men buni o odam unda qilmasimi, zodi o gadini tushib bo'ldi. O odam atmasmi, Alloh taolo o odamning gadiniga men mu'min musulmon bo'lgandan keyin men uniki qildigan shartniki o'zi nima shu ishni qilish, uni bekitib bo'ldi. Ammo unidan boshqa bo'lgan ishniki o'zini. Masalan, men bir qo'y qurbonlik qilay deyman. Yoki 100 qo'y bir yak bir vatay deyman. Yoki mundaq pulni mundaq qilay deyman. Yoki manchku ro'za tutay deyman. Deb mana bu nafl ro'za va nafl sadaqa va unidan boshqa ishniki o'zi bu odam majbur emas. Bu odam o'zi gadini oldi, olgandan keyin buni nima deymiz, uni nazir deymiz. Va bir odamniki o'ltirsa, o odam o'zining bir şey bilan o'ltiribdi dunyoda. O'z nafsini bir narsa o'ltiribdi. Öldürgen bolsa azaplandı, bu adamni şu narsa kıyamet günü nim kılındı, azaplandı. Nim kılındı uçan özü de bu adamniki özünün meni kıyamet günü de men azaplandı dedimdim. Hem de bu adam men şu dünyada kelgen azraq bir kıyınçılık çidimay. Men din için yoki Allah'nınki rızalığı için cihat kılımen, iş kılımen deb yürüp şu jarayonida meni kafirlarning turmusiga yetib yachib kelib shu orqali bu yerga kelgan kichkina musibatga mana chidamay shu orqali bu odam u yerda ya o'zini bo'g'izlab yoki zahar ichib yoki pichoq yoki bir narsa bilan men o'ltirib olgan bo'lsa, bu islom dinimizda eng cho'ng nima xato. Chunki bu odam shu yo'lga chiqqan bo'lgandan keyin u odamning gadiniga mukallaf nima u sabr qilish. Sabrniki mana savobi mana nima o Qur'oni Karim bir qancha yerda deydi. Men sabr qiluvchilarga hisobsiz ajrchi berildi deydi. Mushtahiyat bekitildi. Uçağınızda bu azap okubatning nemisi kichkina bir chidiyamay. Uçağınızdaki boğuş yüzünü öldürüp ben o dünya ketay desa, bunun qutulma degan gapning o'zi, o dünya var tutulma degan gap. Bu adamning qilgan ishniki o'zi o dunyoga nisbatan ishonch degandek bo'lmadi degan gap chiqib qoladi. Shuning uchun nima deydi bu? Kıyametте mi bu adam şu narsa azaplandı deydi. Şuna özünü öldürüp veriş. Meni hazırki davrindeki özüde intihar ve onun başkan kişilerin turmuşundaki kıyınçılık ve hakaza işlerini kötüre almayın. Meni özündeki turmuşunu kamdiyamayın. Kişilerin bir bunu muşakkat ya capağı çidiyamayın. Şu beşik kelgen aşı yani ki sınaktan ibaret olan nersindeki özünü bu adam kötüre almayın. Meni aşında kan olsa bu ağır günah oldu. Bunu çıdaş gerek. Ve bir adam iki lanet kan bolsa o adam bir mümini lanet kıptı. Ve mel'un diyen bolsa uçan üzerinde bu adam şu müminniki üzünü öldüğüne okşaş oldu. Bir adam ne kıptı? Hakiki mümin, sağlam, ubdan bir adam iken onu lanet kıptı. Lanet kıptı diyen yani Allah'ınki rahmetini jirah oğaysan. Senden Allah'ın rahmeti jirah olsun, sen dözük kirsen diyenle de benim muşundak yapını kılış arka mümin kişilerdeki üzülü ne kıptı o adam muşda tıllaptı. Tıllagan bolsa, men bu adamın özü şu mümini öldüğüne okşaş ağır günah oldu. Kandaki o adamdaki özü mümini öldüğün bolsa, şundak ağır günah ve haram bolup de, men lanet kılıştaki özü bu nima o? Bu haram. Hem lanet kan bolsa, öldüğün bolsa onun cezası onu öldürüşte eğer lanet kan bolsa, lanetteki özü eğer onu ispatlayamazsa İslam dinimizde onu nima qilgan gap, onu jazolagan gap. Eğer o adamın özü aşağı lanet qilib, tillab, haqoratlab, kamsitib qolgan bolsa, mesela o'g'ri, yanchiqchi, aldamchi degan bolsa,
Meni şu narsaniki o'zini u odam isbotlamasa, islom davlati bo'lgan bo'lsa, u chog'ning o'zida bu odam jazolanadi. Unda og'zim chiqdi, qoldi deb hozir dunyodagidek kim devorsa meniki qalbim yaxshi ekan, og'zim ubdan ekan degan gap hisob bo'lmaydi. Agar bu dunyoda hisoblar elinmasa, u dunyoda shu jazman hisoblanadi, ikki tarafli berish da'vo. Bunu jazman yozadi. Endi bir odam meni böhtan çap, kar çaplagan bolsa o adam bir mu'mingan, bir küfür bilen böhtan çaplaptı. Kar çaplaptı. O çağımızda bu adam şu mu'mini öldürgen okşaş oldu. Yani bir adam mu'mingan ne yaptı? Hakiki mu'min namaz okuyatkan, mene la ilahe illallah Muhammed Resulullah devatkan, muşunda hakiki takva olan mu'minniki üzüge, bu adam sen neme? Kafir. Sen bolsan neme? Murtad. Diyen bolsa, men bu adam aş mu'minni öldürgen okşaş haram boludu. Qandaki aş adamni öldürüş haram ve onunki öldürüşün cezası en ağır olgandek. Mene bu aşında mene beka murtad kafir deyişdeki üzümü aşında nime o ağır günü. Mene hazır devremizde deydi havaricdeki bir nemesi sipiti. Kimlik kişkene bir hata işi olsa o murtadken. O murtad, o kafir, o tağut, bu ne de? Men muşunda deydi. Bu hadisin yüzü İmam Bukhari ile İmam Müslim rahmetullah aleyhineki hadis kitapları var. Kur'an-ı Kerim'deki ikinci çoğun kitap Bukhari. Yani bu kitapta var. Hazırki ehvalda kanda hop gitti hazır. Hazırki ehval kanda hop gitti. Hazırki ehvalda kişilen bir iş olsa yeni murtad, özündeki şahsi piken, cemaat piken, ya ki taraflarındaki özündeki fikir doğru kelmegen adamdaki üzerine aralıkısı murtad, aralıkısı kafir. Bu dinden çıktı da muşundak asa işime bu. Şundak deyişlik üzü, kandaki bir adamni öldürüş haram boğandak, men şundak deyişlik üzümünü mu haram. Bir adamdaki dinden çıktı ve kafir deyişlik üzü bir adam şahsi işemez. Onunki sot mahkeme olgan bolsa, sot mahkeme anadaki bunu hüküm çıkarıdı. Sot mahkemenin gibi kep buludu. O canlı bu durs oludu. O bir adam bunu puşkakta uya bir yada apırıp, özündeki şahsi, ya ki cemaat, ya ki olmayıp bir taraf, boğan fikir okşumga bir asası bir adam aşlaq degen bolsa, o çağın özüde men İslam hakimiyet boğan bolsa onu apırıp sotlap onu kıldıgan gep. Endi aşlaq kan bolsa bu adam aş mu'minni öldürgen okşaş günah kebir haram işine kan boludu. Özü haram işine kan boludu. Mene öldürgen okşaş degen nimege okşaş? Öldürüs nim boludu? Ağır günah boludu, haram boludu, şu işine kan boludu. O bir adam dava kan bolsa o adam bir yalgan bir davanı için dava kıptı. Yani o adamniki üzerine hak emas. O adamniki dava kan nesinin üzerinde ikinci adamın üstündeki hakkınınki hiç kadar bir hakkı yok. Hiç kadar bir nes yok. Aş nesen mininki, nesen mininki, yalmaca nesen adadıp kan bolsa, o çağın üzerinde nimiş kundak kılı dese, ta şu ki köp kuvagay bu adam şu dava bilen pulunu cik kalımen de. Yani pulunu cik kalımen. Ben bu adamniki 30 son pulu var. 30 son puluniki üzerine hem de apartman 60 dey, 300 dey. Dep yalgan kalkıp şu arkama pulumda avut alaman. Tayzar pul topladıgan, pulu jıkıp algan vaktimken dep. Men aşlap duvagan bolsa, men bu iş naiti çık. Bu naiti çıkkandı. Dava meselesindeki üzerine. Men muştakkan bolsa Allah Teala bu kişiye fakat azlıqını nima qiladi? Ziyoda qiladi. Yani o adam kovladan, men manıdan 100 ming so'm yoki 500 ming so'm pulum bor yoki 10 ming. Buni olib verib, anadiki men qilsam 30 ming, 50 ming deb olsa bu ish qana qilmaydi. Bu adam shohid o akiblim ishtaq men pulni men pul tepib olaman, pulni avotib olaman desa, zohirda bu adamniki o'zi shu 60 ming, 100 ming ishtaq bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ma'naviy tarafda u nima o qillat. U nima o azlık. Azlık olup bu adam şu pulunu hep oldu, anladıkken o adamın o pulunun yüzü o adamınki yetmeydi. Yani iki günde tükep geldi. Muştakçı kılıp, belki yok o pul ne, o haram pulu olgandı ki deydi. Yine Ebu Musa radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Dedi Ebu Musa, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cezmen men kasem Allah'ı iken inşallah kasem kılmayman hiç kanda bir narsaga. Ben nima qilmayman, qasam qilmayman. Men qasam qilgan bir narsa qasam qilmayman. Uni deyki ko'rma bu shu qasam qilgan narsadagi boshqasini yaxshiroq ko'rma shu qasam qilgan narsadan. Boshqa bir narsa yaxshiroq ko'raman. Ya'ni qasam qilaman deb
bir narsa qasam qilibman, ammo uningdan yin bir narsani qilmayman deganda qilig'ini bak yaxshi ekan. Uncha buni ko'raman. Megar lashta bo'lsa men kapparat beraman men qasamimdan va keltiraman andoq bir narsa u narsa yaxshi narsa men buni uchun keltiraman deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqchu deydi. Endi bu yerda inni vallahi inshaalloh degan inshaalloh jumul mu'tariza deymiz. Aslida jazman men qasam Allohga ki qasam qilmayman degan gap. Aslida inshaalloh degan inni vallahi la ahlifu degan ikkisiga o'tirish kelgan jumul mu'tariza. Bu jumul mu'tarizaniki foydasi ilm ma'nida o'qidik. Endi men agar mushtaq men bir narsaga men Alloh xolis qasam qilmayman. Qasam qilish taz ubdan emas degan gap bo'ladi endi. Qasamni qilib qolsam, ma'nosi qilmay yoqmayman deb, agar qasamniki ziddidagi narsa u yaxshi ubdan bo'lib qolsa, men u narsani qilib qasamni buzib kapparat uchun mushtaq qilaman dedi. Unda o'ndikin bir odam bir ishni qilaman, yoqmayman deb qasam qilibdi. Qasam qilgan bo'lsa, o'chaniki o'zidan. Mana qilmayman deb qolgan vaqt o'zida qilishniki o'zi yaxshi bo'lgan bo'lsa, u odam qasamni buzib kapparat deb o ishni qilish kerak. Agar qilmayman degan bo'lsa, mana o ishniki o'zi qilish ubdan ekan. O ishni darhol o adam ishni çok qilish kerak. Mana qilib oladigan o odamniki o'zi qilmayman degan gapning o'zini buzib o'tibchi, kapparat qilish kerak. Qilma degan bo'lsa, uni qilma degan gapniki o'zidan mana o ishniki o'zi qilmas ubdan bo'lgan bo'lsa, uni darhol qilmay, o'shan o'zida bu odam o qasamni kapparat berib o'tib, ondan ubdan ishni çok qilish kerak. Men qasam qildim, yo'q, mundaq deb turishga çok bo'lmaydi deydi. Şu Alloh taolo Qur'oni Karimda la tajalun sizlar o'zingizning qasamingni mana o'ylaqi silniki qasamini yani silniki nima qasamniki o'zidan men Allohniki nimasini urza. Yani silniki qilmoqchi bo'lgan ishni fasil qilib undaq qilmanglar, tutmanglar degan mazmundagi nima bor? Oyat bor. Men ma qasam qo'ygan deb, ammo qasam qanday kim shu qasam qilgan ishniki ziddi ubdan bo'lsa darhol qilish kerak. U to'xtatib qo'yish uchun bo'lmaydi. Masalan, bir adam men falon adam gap qilmayman debdi. Gap qilmayman deb qasam qilgan bo'lsa, bu mu'min musulmonga nisbatan bu nima u durust emas. Bu yaxshi emas. Gap qilish yaxshi. Unda onu darhol ashta qasam qilgan bo'lsa, o adam men qasamini buzib gap qilib kapparatchi berib o'tish kerak. Abdurrahman Samura radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Abdullah dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Hey Abdurrahman Samura, sen başlık buluşun nima qilma, so'rama. İmaret, yani emir buluşun nima qilma, sen so'rama. Voy men emir bo'lan, men sizning boshlig'ingiz bo'ray, voy undaq qilay, mundaq qilay degan ishni chu sen o'z ixtiyoring undaqcha qilma. Eğer cezmezsen, eğer berilsang bu boshliq bo'lishni, emir bo'lishniki o'zini so'rashtin. Yani so'ragandan keyin yoki jamoat yoki cho'ng bir yerdan yoki boshqa çoğun başlıklardan ki üzerinden sen so'rab bo'lgandan keyin bu adam qilib so'rayotgan bu boshliq qilib qo'ydi, yani mas'ul qilib qo'ydi de men ashundoq qilsang sen vekil qilinsan, shu ishniki o'ziga nima qilsan, vekilchi qilinsan. Shu ish qilsan nima qilsan, topshirsan. Ya'ni sen o'zing ashtaqqandan keyin qanday qiladi o'chaniki o'zidan, sen o'chani o'zidan so'rab ashundoq so'rgandan keyin verilgen bolsan, uçağınızda sana şu işi sana taşlap koydu Allah Teala. Vekil. Özden kandak kısan mayli dep, uçağın üstünde işinin uptan buluşu, adil doğru oluşka, muvaffak oluşka Allah üzgüçü taşlap koydu. Onun için kınmaydı. Eğer bir insan sen şu başlık emir oluşundaki özde sormazsın. Sormazsın senin iktidarın varken, uçağın maharetin varken, seninki tecrüben varken, bu arkalı halıklar tallaptı. Halıklar onun için ne bakıptı? Himaye kıptı. Mene himoya qilib, "Voy, bu baslar sening nimalarga biz uni ma'qul dedik" deb, ashundoq boshliq, mas'ul ashundoq bo'lishni ashundoq qilgan bo'lsa, u chog'ning o'zida sen bu ishga nima qilsan, yordamchi qilinsan. Ya'ni Alloh taolo seniki bu ishga nima qiladi? Yordamchi qiladi. Yordam qilib seniki bu ishniki, meni g'alabali bo'lishi, ubdan bo'lishi, adil bo'lishi, to'g'ri bo'lishi, haq bo'lishiga Alloh nima qiladi? Yordamchi qiladi deydi. Endi hozirgi davrdagi shu saylan masalasi bor. Bu çok anda, bu bir meselemdi. Endi eğer qasam qilib qolsan sen bir qasam qiladigan bir ish qil. Pes ko'rsang shu ishniki boshqasini yaxshiroq ko'rsang shu ishdan. Kapparat bergansan, sening qasamingdan nima kapparat beryapti. Va yaxshi bo'lgan ishni çok keltir.
Men qasam qilayotgan maoshni deb turmay, darhol qilmagan yeni bir ishing obdan bo'lgan bo'lsa, shu qasam buzib kafarat o'tib, sen o ishni cho'q qilgin dedi. Yeni bir rivoyatda sen keltirgin, anda bir ishdagi bu ish yaxshidir va seniki qasmini kafarat urvat deb payg'ambar san mushtaqchu dedi. Ebu Hureyre radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Shuna deb jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Bir odamniki qasam qilgan bo'lsa, bir qasam bilan. Hamda ala yamin deganmi qasam degan gap, bu yerda qasam qilgan narsa degan gap bo'ladi. Bir odam qasam qilmoqchi bo'lsa, bir ish qil. Ya'ni qasam qilgan bir ish qil. Meni qasam qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, bas ko'rgan bo'lsa, u odam shu ishdan yaxshiroq bir ishni ko'ribdi. Uçarızda bu adam kaparat bir vasın üzün kasimidan ve kısın o adam yaxşı işini çok kısın. O maaşlı kılman dep kasap qatqantim, qılmayman dep qıqantim. Ya qılman dep qantim, qısam bolmaydı, qımısam bolmaydı demezsin. Men o işniki ziddi mene, qasam qan narsaniki ziddi ubdan bolgan, yaxşı olgan bolsa, derhal onu kasımını buzup kaparat bir şu yaxşı işini çok qı. Dedi. Yine Ebu Hureyre radhiyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kasem Allah'ı iken her ayna mene ısrar kılıdı sınırın birine. Yani lecce yeliccu deydi. Eşede lecce yeliccu diyen gep ısrar, eserren yüsiri ısrar. Yani devamlılık aşk kılmen deyip turval. Ya deyip cahillik kılıp aşu turval diyen gep. Her ayna sınırın birine yüzü kesibi bilen. Yüzünki əhlidi qılan qasam bilan küçük turib oldu. Yüzün əhligi nima qilibdi? Qasam qilibdi. Qasam qilib, "Voy ani qilman, qasam Allah, mani qilman, yo mani qilmayman, agar mani qilsam manda qilman" deb, osh qasamini mustahkam nima qiladi? Turib oldu. Uni yo'q mani qilsa, yo'q men qasam qilib qilman deb turib olganlik kishi. Mana bu ish nima o? Gunohkor bo'g'ichiroqdir shu odam uchun Allohning dargohidan. Shuningdek, mana Belge o adam üzün kaparetlik perz kıldı Allah Teala şu adamga. Mana Allah Teala o adamga kaparet beriş perz qilgan aş narsa berishdim-mi? O adam aş qasam qilgan ailesi qasam qilganning o'zi shu davomli aştaq turib bak gunohkor çok bo'ladi. Bu to'g'ri emas deydi. Unda ondan keyin mesela ailesiga bir adamning o'zi nima qilibdi? Meni qasam qilibdi. Meni ailesiga davomli men mani qilalasak, yana qasam qilayotgandim. Mesela balvasini obdan qilish, ayolini urishmasak, yo bir ishni qilish to'g'riliq. Men bu odam buni mani qilalsa, yo'q men qasam qilayotgandim. Deb davomli men qasam qilayotgandim deb ashlab turishlik o'zi bu odamga og'ir gunoh bo'ladi. U odam o'zining balvaqi, o'zining oilasi bo'lganligi darhol qasam qilayotgan bo'lsa, buzib qanday qilish kerak? Uni meni kaparat berib, uning uchun yaxshi qilish kerak. Gap qilmayman deyish bo'lmaydi. Endi bu adamniki kaparat bayinidimi bak gunohkor bo'ladi dedi. Endi bir adam qasam qilishlik o'zi, qasam qilish bilan birlikda u adam kaparat bo'lsa gunohkor bo'ladi ekan. Qandaqki u adam o'ziga oilasiga, tuqqanlarga bir ishni qilmayman deb davomli shu qasamni turib olishning o'zi gunoh bo'lgandek, bu bir gunoh, bu og'irroq gunoh. Ammo kaparat berib qasamni qilib, uniki buzib, uni kaparat berishlik o'zi nima u? Umu bir günah. Mundaq qol. Amal ba nima qilmasi kerak? Qasamchi qilmasi kerak. Nima uchun? Chunki mu'min, musulmon bo'lgan odam, meni Allohni ba ko'rib turdi, anglab turdi deb, meni hamma narsamiz ikki tarafli perishta va yezib turdi deb e'tiqod bo'lgandan keyin, o'ziniki og'zi chiqqan gapniki o'ziga, meni o Allohning ismini Alloh til qilib qilmasimi, meni shu orqa bu odamniki iymoni unig'im qiladi, uniga men shohid bo'la oladi. Unda bu e'tiborlar o odamniki qasam qilish nimasi yo'q, hojati yo'q. Qasam qilish emas, asos jihatdan obdanchu emas degan gap. Chunki qasam qilish obdan emas. Ya xato ish qasam qilib qo'ydi, yoki qasam qilib uqmaydi, kaparat qilib, ya'ni qilib qo'ydi. Asl va'da qandiki va'da buzayotgan bo'ladi, buzishning o'zi uchun to'g'ri emas. Haqoq kaparat qilsin. Ya'ni bu nima? U gunoh degan gap bo'ldi. Yine Ebu Hureyre radhiyallahu ta'ala anhu rivayet kıldı Abdullah dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Seninki qasmin anda bir kishiniki ustiga bo'ladi, tasdiq qiladi, seni shu narsaning o'ziga sening sohibing. Seninki hamroh bo'lgan adam shu nima deb tasdiqqan bo'lsa, nima deb tushadigan bo'lsa, sening qasming men shuning ustiga cho'p bo'ladi deydi. Ya'ni bu degani nima? Mesela davomatsizlik o'zida bir adam davomatsizlikda qoziniki oldi o'rib, shu odamniki o'zi meni qasam qilishni talab qilibdi. Mesela qozi yoki boshqa bir adam sen maash mandaqmisiz, voy rostganiki sen qasam qilib debdi. Degan bo'lsa bu odamning o'zi shuni asosan, shu amra shu bo'ldi. Men shu aniga asosan qasamniki o'zi ashta qo'ygan bo'lsa, ashta qasam bo'lgan bo'lsa, ma qasam qo'yishning niyati hisob emas. Niyatida yo'qmi, men og'zimda deb qo'ydim. Asli bu yolg'onchi itti, yolg'on bo'lmagan ishdi. Bo'shdan qo'ygan amoq deb qasam qo'y desimi? Uçağınızı bu adamın niyeti hesap olmaydı. O adamniki, qasam talab qilgan adamniki gipcho, u gipcho gap bo'ladi deydi. Qasam, shu qasam qildigan adamniki niyatiga bog'liq bo'ladi degan gap. Agar o adam o'zidagi niyatiga to'g'ri kelmasa, nima uchun qasam qildingiz o zaman? Yine Ebu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildi, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Qasam mustahlibniki niyatiga binoandir. Yani qasam degan, qasamni talab qilgan odamniki niyatiga binoan bo'ladi. Ya'ni bir odam qasam qilishni talab qilgan bo'lsa, shu qasam, ya'ni bir odamning qasami, ya'ni bir odam qasam qilishni talab qilibdi. Unda o'g'andan keyin shu odamniki yuqori qilsa o'xshash, shu odamning qasami qasam qilishni talab qilgan odam niyatiga bog'liq bo'ladi. Nima deb qasam qildiğı uchun niyat qilgan bo'lsa shu bo'ladi. Ammo qasam qilgan odamniki niyati shu hisobchi emas deydi. O yo'q, men bunda qasam qo'yganimda undiga emas, men niyatim desa shu bo'lmaydi, oqmaydi deydi. Yine Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qildi, dedi Ayşe, tushirildi ma oyat. Qoyat la yuaxizukumullohu fil lagwi fi aymanikum. Mana Sur Baqardagi oyat. Alloh taolo mana sizniki qasmingdagi lag'vining sababidan Alloh sizni qilmaydi, muaxiza qilmaydi. Yani qasamning o'zida hech qanday e'tiborsiz bo'lgan bir qasamlar bor. Men shuni qilish orqali seni tutib Alloh, sen nima uchun buni qilding deb uni jazolab, unda ish qilmaydi degan oyat shu bor. Men bu oyatning o'zida, men bu oyat bir kishining haqqida tushganki, men u bir kishining so'zi tushganki, nima deydi u kishi? La vallahi, bala vallahi deydigan mushda bir kishilar bor. Uçağınızda bu adam ne bileyim bekar alaksız bu yukarıda. La vallahi bana da. La vallahi bala vallahi deb qo'ydigan. Men bu qasamlik bu gapning o'zi ya yuqori gapni kuchlantiradigan yoki nima qilgan hech bir qasam aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q gap bo'lgandan keyin meni mushlar degan bo'lsa Alloh taolo men bu qasamlik o'zini sen nima uchun undoq deding deb Alloh nima qilmaydi qasam qilsan, sen buni nima uchun muvaffaq qilmading deb o'chaq nima qilmaydi tutmaydi degan gap endi. Ya'ni lag'u qasam uni hisob olmaydi degan gap. Şer'i sünneti var, mesabilik sünneti var dedi Peygamber sallam dedi Ayşe ya ki dedi o muhissünler. Kötüde bu elsi o ulanın birisi Ayşem'din. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kötüde. Yani bu elsinin yüzünün Ayşem desimi şer'i sünnetine bakarken Peygamber aleyhisselam dedi de müşterço rivayet kantı deydimdi. İkinci pesin. Ebu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kıldı, dedi Ebu Hurayra dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Qasam qilmoqsizlar, sizniki otangni bilan, opangni bilan vayna butlar bilan. Unda çok qasam çok qilmoqlar. Yani oyati deganda shu. Va qasam qilmoqsizlar, Alloh bilan megar va'doki sizlar nimadirlar sodiq. Yani rahçıl olan holatda Alloh bilan nima qilinglar, qasam çok qilinglar. Unda o'ynab qo'yib, unda itibarsiz holatda unda çok qasam çok qilmang. Qasam degan nima? Men oyatda deganimizda muqaddas bir narsa deyish orqali deyilgan shu narsa. Unda o'rniga Allohning ismini kaskemas yerdan jiddiy emas, bunda bir ya'niki o'zida unda çok qilmanglar. Agar qasam qilmoqchi bo'lsanglar, shu qasamning o'zi shu qasamni rahçıl bo'lgan chog'ning o'zida, rahçıl bo'lgan holatda qasam qilinglar. Bunmagan yalgan bir ishni qasam qilib Allohning lafzini tilg'ib unda bir ishni çok qilmanglar dedi. Yani İbn Ömer radhiyallohu anhu rivayet qildi dedi İbn Ömer anladım ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de deydi. Bir adamiki qasam qilsa Allohning g'ayrina qasam qildi. Yani Allohning ismi.
Allah'ınki lafzi, Allah'ın isimleri ya sıfatlar ammasınlar. Başka bir narsanın deyiş arkalık bu adam qasam qilgan bo'lsa, jazman o adam o'rtaq qilgan bo'ladi. Ya'ni o adamning o'zi mana shirk qilgan bo'ladi. Ya'ni shirk qilgan bo'ldiki, o adamning o'zi mana u mu'min musulmon bo'lgandan keyin asl muqaddas, eng katta muqaddas bo'lgan ism va lafz kim? Alloh degan lafz. Hem o zatning o'zimi shu. Unda o'g'andan bu mu'min men musulmon deb turib, e'tiqodiy iymon shuni talab qilib turib, bu adam Allah'dan başka bir narsani men tilga elish orqali qasam qilgan bo'lsa, men shu odamlar ulug'da Allohga o'xshash degancha bo'lib qolgan bo'ladi. Bu nima u? Ig'ir gunoh deydi. Endi bu hadisning zohiriga asosan nima degan gap bu? Mushrik bo'lib ketdi degan gap. Dindan chiqatdi degan gap bo'ladi. Endi dindan chiqatdi degan gapning o'zi zohir bu. Lekin bunun bilan o adamın o'zi meni uqmasdan ashtaq qilib qolib dindan chiqib ketmaydi. Yani din ketishga az çok qilib qoldi. Yani bunu deymiz ona taqliz deymiz endi. Nayt ig'ir ko'z tushmasin işte deydi. Yani Peygamber'in bir hadislarda onu chiqba. Bir adam aşık bo'lsa, mesela kafir bo'lib ketdi. Yanında bo'lib ketdi deydigan hadislar var. Bu yerda aşık bo'lsa kafir bo'lib ketgan kishiniki qanig'ini qon bo'ldi. Yoki bo'lmaydi. Men kafir bo'lib ketishga az qilib qoldi degan ma'ni aytamiz. Uçan özüde şu işte kupamız hem adam dinli şikayet gap boludu. Bu. Mesela bir adam namazı terk etken olsa fakat kapar. Bu yerde apırıp namazı terk edip uçan kalması derhal o adamın dinli şikayet kapırıp ketken gap emez. Yani kapırıp ketken kişinin kanıgını kıp kaldı. Mayyadım hem de müşrik olduğu gibi müşrikinin kanıgını çok kıp kaldı. Müşrik çok müştak ne kıldı? Kasam kıldı. Allah'ın gayrının ki ismini atap mesela but va o'zi e'tiqod qilgan narsaniki o'zini men shuni qilib qoldi, o'xshab qoldi. Shu ishni qilib qoldi, mushrikning qilganini qilib qoldi degan gap. Burayda raziyallohu ta'ala rivoyat qildi, burayda dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, bir odamga qasam qilsa, o odam omonatdan past emas, o odam bizdan cho'q emas. Dedi. Endi bir adam amanetler qasam qilibdi. Bu adam bizden emas ki. Yani bizga ergashgan kishilardan emas. Yani bizga ergashgan kishilardan emas ki, başka adamlarga, başkalarga meni ergashadigan, bizga qo'shilmaydigan, başkalarga qo'shilgan kishilarning nimasi bo'ladi? Qasamchi bo'ladi kishining qatoridan men bo'ladi deydi endi. Endi bu yerda amonat degan nima? Hammamiz bilamiz. Bu yerda abdi bir adam deydi, vallahi ma amanatla qasam qilman ki, ya Allah'ın amanatla qasam qilman ki deydi. Bu amanat ham muqaddas bir narsa, ulug'. Anda o'g'andiki bu narsa deyish orqali bu adam qasam qilgan bo'lsa, o'chan o'zida biz mu'min musulmonlarniki sifining ichida emas bu adam. Bu adam mu'min musulmonlarniki ahli sunna va jamoaniki yo'lidicho, mu'amagancho bo'ladi deymiz deydi. Endi bu yerda amanat degan gapniki o'zi bu nima? Bunu da ulamolarimiz ixtilof qilib qolgan bir gap. Amonat degan nima? Amonatulloh deydi. Bu oyatim bor. Innal arazla amonat ala samawati val arz. Bu yerdagi amonat nima? Ya'ni Allohning sifati, ya'ni amin deydigan bir nima bor. Sifat. Mana bu sifat shumi yoki umi bumi deganlarniki o'tirsida ixtilof qilib qilib, o'chan o'zida ba'zi ulamolar buni bu durust. Yani bu yerde emin degan gap bo'ladi. Bu Allohning sifatlari bilan mushunda desa, uçan o'zi nima bo'ladi? Uçan o'zida durustchi bo'ladi deydi. Ba'zilari qat'iy nima emas, o durustchi emas deb mushtaqchi qiladi. Ba'zilari Allohniki, mana omonat degan Allohning ismlari qatoridan deydi. Ba'zilari yo'q, uniki qatoridan emas deb uni nima qiladi? Uçan deydi. Uçan o'zida mana omonat degan vaqt o'zida Allohning omonati degan tavhid. İnna arazdan amaneti ala samawati val arz degan oyatniki amanat masalasiga o'zida bu yerda mufassirlarniki har xil nimalar bor, ko'z qarashi bor. Bu yerda amanat degan gapni tavhid deydi, din deydi, va undan boshqa har xil iymon deydi, mushundaq Allohning kalimasi deydi, mushundaq tushunish qiladi. Unda o'g'andiki bu e'tibor bilan amanat degan gapning o'zi shuni deymizmi, demaymizmi? Buni ixtilofchi bor. Endi bizniki Uyg'urlardan bundaq bir qasamga, bundaq bir deyishni odatlarga bir ishimiz yo'q. Uyg'ur urf odatida. Bu yerda bir qasam qilg'izimiz ketib ketsa, shu Allohning deb ismini, Alloh bilan qasam qilmanki, va mundaqki deymiz.
Endi bu qasamni qilishning asas maqsad ishniki o'zi kuchlantirish bo'lgan ekan. Haq ko'rsish bo'lgan ekan. Shu chonning o'zida qasam qilgan gap. Bu chonning o'zi qanday qiladi? İnsanlar o'z ichida mana bir-birisi ishonmaydigan, e'tiborsizlashtiradigan mushuna bir jamiyat umumlashib ketgan bir ish bo'lgan bo'ladi. Unda o'g'andagi bizningki Uyg'ur jamiyatida unda bir ish bo'lmagan ekan, qasamga oid bo'lgan buncha bilan unda bir ishmicho yo'q. Endi keyingi davrning o'zida har xil qasamning shakli o'zgarib, ya'ni Qur'onni tutgan, ya'ni binasi qilgan. Ammo dinsizlarniki qasam nimasi bor? U nima emas, uni gapi to'xtalmaymiz. Zodi dinsiz odamniki, mayli kommunist, ateist yoki nim bo'lsin, o'shan o'zida buni mana o'qib turib, bilib turib, rasmiy mana din degan nima islom dinimiz. Uniki qilayotgan o kommunist din degan ular qanday din, qanday ekan, xato ekan o'qib turib, tushunib turib, rasmiy bu odam buni yenib, yaxshi ekan deb ani qasam bersa dinni chiqadi. Ammo uni o'qimabdi, bilmabdi, uncha tushunmabdi. Yoki olmaydi, o odam uncha saviyasi yo'q yoki majbur ekan. O'shan o'zi buni ishiga kirmaydi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet kıldı. Dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adamı ki disse o adam ne depti? İnni beriyum minel İslam depti. Cezmen men İslam'dan bizar depti. Pes eğer o adam eğer yalgan çöp kalgan olsa o adam digendekçi buldu. Digendekçi ne kıldı? Uçan yüzde buldu. Eğer o adam eğer mama şüp kalgan olsa ben İslam'dan bizar. Ya ki mama şüp kalgan olsa ben İslam bulmagan olsa İslam'dan bizar. Ben İslam çıkarttım, vazgeçtim. Deptendi. Diyen bu eğer o adam onu da yalgan şekilde mıdak bir dep koydum diyen boz kazzap buldu. Eğer bu adam bunu bilip resmi okup aşına diyen bolsa uçanlık üzerinde bunu mu kasem. Kasem boğan iken benim maaşımın da eğer mandak olmagan bolsa ben cazmen İslam demen çıkartman dep eğer onda bulma ya bu kalp kalmaz kaparet veriyordu. Uçanlık bunu veriş gerek, kaparet veriş gerek. Beni yalgan ne boğan iken. O eğer o adam özü rastçıl olgan bolsa, mena diyen kasımın özü rastçıl olup, mena qanday oluptu vapa qilib o adam özüge, vallahi men qasam mena isme ma işte jazman qilaman, men eğer bu ishni qilamasam men İslamdan men bizar olaman depti. Endi qilamasam deb o adam qilib qapti rastçılık qolgan bolsa, o canınızda ne bo'ldi endi? Mena o adam amillashtirgan bo'ldi, lekin o adam İslamda saq salomat qilib qolgan, yanmaydi bu adam. O adet kinesi çok emez. İslam'dan vazgeçmen, dinden vazgeçmen, İslam dini vazgeçmen diyen gapning o'zi adet gap çok emez. Eğer rastçılık qazımı o adam İslam dini qayta yenip kesimi saq salomat. Burun kadar unda yenip çok kelmeydi o deydi. Onda o andaken mena hozirgi davrning o'zidan mushundaq bizniki Uyg'urlarning ichidan terisi Uyg'ur, rengi Uyg'ur, tili Uyg'ur. Meni ata-onasi Uyg'ur, coğrafiyalik o'rinda yashayotgan, ya'ni o'zi Uyg'ur jamiyatida, meni makonda yashab cho'ng'igan odamlarning o'zi kichkina bir narsani chidayolmaydi. Yoki olmaydi g'ayriniki ashta xato ideologik narsani everish orqali meni dinimizga ashta haqoratlaydigan. Kichkina bir narsa ko'tara olmaydi. Zot islom dini mushtaq din bo'lsa bizni mushtaq kunga kelib qo'ydi. Meni Gayrıdaki ya bavu ya Yahud Nasaralar bizi yardım kısa ben İslam dinini vazgeçmem. Diğerledek muşta iğir gapni çok kalıdı. Bu adet kinesi çok emez. Bu adet bunda bir ansız, bunda bir cahil adamın gibi eğer resmi düşünüp durup aşağıda diyen boş şunda oldu. Eğer okumayıp ama işte hissiyat tayyip ya ki bilmezsen adli oşayı da kalan olsa bir geplendi. Ebu Said Hudri radıyallahu anh rivayet kıldı. Dedi Ebu Said, berdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçanlık tirişse kasemde. Kasem kılma dep tirişip, tazbi nem kılaysa, kasem kılavat adet kılamaz. Tirişip kılış gerek, ciddi kılış gerek. Deydi Peygamber ne deydi? La vellezi nefsu Ebu'l Qasim biyedihi deydi. İş onluq emas. Mene anda zatından kasem ki Ebu Qasim'deki nefsi o zatın koludur. Dep men muşunda qasam qo'ydi. Yani demek men muşunda qasam qismi. Yani Allah Taala'nın labzisini ya ismini uçuq aşkara tilga almayım. Men arab tilidagi ism mavsulni elish orqali buningdan ashu men isharatan Allah'ni bildiradigan muşunda labzini ishlatish orqali muşunda dismi qasam nima bo'ldi ekan, durustchu bo'ladi ekan deydi. Endi bizda bunda bir odat yo'q endi.
Ebu Hureyre radhiyallohu anhu rivoyat qildi, dedi Ebu Hureyre. Berdi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qasami qachoniki qasam qilsa, nima berdi? La va estağfirullah deb qo'ydi. Yo'q, bu ishimdiq emas. Men Allohga istig'for etaman debmichi qo'ydi dedi. Ya'ni demak, mana bu qasamlik o'zida mana Alloh demak, Allohning sifatlarini va Allohga ibodat qilish ekanligini bildirib, ashunda qilgan talaffuzlar bor. Buni qilish orqali qasam qismi u qasam nima bo'ladi? Durustchu bo'ladi dedi. Masalan, astagfirullah. İbn Ömer radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, shunday debki, jazman Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Bir adamga qasam qilsa, bir qasam qilgan narsaga nima qilibdi? Qasam qilibdi. Qasam qilib debdi u odam. Inshaalloh desa, o çağrıda bu adamniki üstüge qasamning buzilib ketishi yo'q dedi. Deydimdi. Hins buzib ketishi yo'q. Ya'ni nima debdi u odam? Vallahi billahi maishni cho qilmayman, inshaalloh debdi. U çağrıda qilmayman deb u odam o'shni qilib qolsa qasam buzilmaydi. Qasam bo'lmaydi. İnşallah degan gap, ash vallahi billahi maishni qilman, ya qilmayman degan gapni uni qasamni chiqarib atadi. Eğer qasam Allah'ınki maaşını qilmayman, eğer xolis Alloh taolo degan ekan, Alloh taoloning xohlash ishini bu odam bilmaydi. O odam xolamdi, xolamamdi Allohninki nimasi, u odam bilmagan ekan, men bu inshaalloh degan gapniki o'zi mana bu odamning qasamlikdan chiqarib atadi. Eğer o odam qilmayman deb qasam qilib inshaallohni deb mana qilib qolsa hech qanday qilmaydi. Qilaman deb o adamning o'zi qilmay tatib qolsa inshaalloh degandan keyin o adamga hech qanday kapparat berish o'chani o'zi uchun undaqcha bo'lmaydi deydimdi. Üçüncü fasl. Ebul Ahvas Avf ibn Malik radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Mana dedi bu yüzün atısı rivoyat qildi. Dedi atısı, dedim ben ya Rasulullah xabar bersene. Meniki tağamning o'g'liki keliman, shu o'g'limning qishig'icha o'g'liga keliman, ya'ni navir ekan. Uni da so'rayman. Uni bilas bergin deb so'rayman, u menga bermaydi. Va menga nima qilmaydi, menga ulmaydi. Ya'ni meniki tuqqanim ekan, andaqkan deb yaqindochilik qilib, bilas avatib, mandaq yo'qlab, ziyorat qilib shu qilmaydi. Anladıkken o manço muhtaç oldu. Muhtaç olgandan keyin o man keldi. Ondan keyin men çoğun nima qilman, onu da o mende so'raydi. So'rgandan keyin men jazman qasam qilman, uni bermayman, uni ulmayman deb mana shu qasam qilman deb men mushtaqcho dedim. Meniki bir navr tuqqanim bor ekan dedi. Navr tuqqanning o'zi ish tushsa, dikiltab meni qishim keldi izlab. İş tushmagan vaqtda hech kar yo'q deydi. Unda uning bu mushtaq bo'lganligi mijozi. Men bunga kelgan vaqtda men butunlay aloqani uzib ataman deb qasam qilibdi. Kelsim qolmayman, hech qanday qilmayman deb qasam qo'yibdi. Qasam qotgandan keyin shundan mushtaq qildim desam, buyurdi meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, shuki keltugayman, unda bilmas u narsa yaxshi. Yaxshi bo'lgan narsa kelti va kaforat vergayman qasamdi. Adamdi men uni ulmayman, gap qilmayman deb qasam qildim. Bu odamning uchun nima emas, u yaxshi emas. Qatiyatir rahm. Unda o'g'an ekan, uni yashagan narsa nima? Mayli u narsa ehtiyojchisimi? Ehtiyoj chiqqan vaqt o'zi kelib ziyorat qilib, meni istab ashta qismi. Qolgan vaqt o'zi kelgan unimasa sen davomli cho qilibdi. U qasamini buzib, bermayman degan qasamini buzib, uni kaforatcho bergin deb payg'ambar boshliqcho dedi. Men bu esa Imom Nasa'iy va Ibn Majah rivoyat qildi. Bu ikkisini rivoyat dedi payg'ambar dedi. Ebul Ahvas ya dadisi dedi, men ya Rasululloh, meniki tog'amning o'g'li keldi. Davra. Bas qasam qilmay, shuning uchun hech qanday bermayman va uni ulmayman. Ya'ni ko'rishib, aloqa qilmayman. Aloqam uzib ataman deb mendaq nima qilib qasam qilaman desa payg'ambar dediki, kaffir an yaminik. Seniki qasamingga kafarat ver. Bu to'g'ri bo'lmabdi. Sen tuqqani tutsan, hem mu'min tutsan, unda o'g'andan keyin sen uni bilas bermayman, uning uchun aloqamni uzib ataman degan uchun bo'lmabdi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqcho degan edi deydi. Unda o'g'andan keyin mana bir odam mushtaq yaxshi ishni
tuqqandoshlikni, masalan, ota-onasi va navri tuqqani ekan bu. Ammo navri tuqqan olmay, o'zniki texi navri tuqqani qilish qat'iy durust emas ekan, uzib etib. Men vallahi billahi men buni bermayman deb navri tuqqangan. Ashda qissa bu chonimiz qasabdan iborat onu buzib etib kafarat berish kerak ekan. Ammo uni yaqin tuqqanib qolsa-chi, aka inisi, oji singlisi, tog'isi, tog'achiri. Meni bir tuqqan aka uka, oji singlim bu qolgan vaqtida hattoki ba'zi odamlar opasi otasi deydi. Men mushuni qasab qilishib ak uka bo'lib oji singlimlarning o'tirsa, yaqin tuqqanning o'tirsa, mushunda qasab qilish qat'iy aloqa qilmayman deb o'tirib, ashta vaqirish qilgan ish. Bu islom dinimizda qat'iy durust olmaydigan ish. Dunyolik kichkina bir ishni talishib, kishidan meros yoki men sen deyish orqali bunda qilishning o'zi haqiqiy mu'min, musulmon bo'lgan odamga nisbatan qat'iy nima so durust emas. Agar qasam qilib qolgan bo'lsa, qasamni darhol buzib etib, u odam kafarat berib, mana shu tuqqanlari bilan shu oilalar ubdan yutishi kerak. Bu qat'iy durust bo'lmaydi. Mana Alloh taolo hammamizni, mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisi bo'yicha amal qilgan haqiqiy taqvo, muttaqi, olim, ulamolardan va mujohidlardan o'qsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.